Bu millatda gaplama, ur og'ziga. Ha, qo'yma, ur og'ziga. Bu millatni ko'ksiga ur tep. Ilgari ketmasin. To'rtamani bodorim xafa bo'lmasin. Yo, mana bugun sizlar qudratda ham yo'qsizlar. Yevropada millat mana bu raqam kimligini tanitadi. Hech mamoniyat qilib bo'lmaysizlar. Hech kim bu millat bir o'zini bilsinki bu kimlarni qo'lidan bular nijot topdi. So'ra ko'ring bu millatni sizga nima ko'rkazadi bu millat. Bu millat qaysi o'g'ri yo terrorist yo bir odamkush millat emas. Bu millatda ajdodiy Olmonni o'zi, bu millatni eng tarix ko'p yozgan Olmonni o'zi. Jarmanni o'zi turk haqida. Sizni tarixingizni yozib beryapti. Dushmanlarni nimasidan keltirib. Vaqtlaringizni ko'p olmayman, qarang, ofarin shu yigitlar, barakalloh. Bular pul uchun emas mana shular. Bular chalg'u uchun emas, faqat sevgi. Navoiy nima uchun afg'on keltirib, mani onam qolin to'qisin. Afg'on kelib o'z ortidan ko'rkasin, dunyoga mani qolinim bodiyo. Nima bezardini mana bo'ri keltirib qo'ymasin afg'on. Intihorisini ko'rkasin, mani qolinimni nima ko'rkazadi?